bo'ylarni e'tiboriga, kafe egalari e'tiboriga, nimaga sizlar kiyimga qarab odamga baho berasizlar? Man kirsam, man mijoz sifatida kiraman. Kafe bo'ladimi, choyxona bo'ladimi, restoran bo'ladimi, boshqa bo'ladimi. Man pul bilan kiraman, mijoz sifatida. Lekin sizlar viloyatdan olib kelgan bolalaring, siz shu yerda bo'lsangiz, aytadi, qo'y xudin shu yerda sani ko'rib qolmasin. Sizga nima ayb jo'y qilgan bo'lsam, nogiron bo'lganim uchunman, qanaqa qilmishlar yo boshqa sababdan aytinglar kommentariyda. U siz ochgan bino nabarot, shu nogiron mani kafemga kiryapti, man yuz ajratmayman deyishingiz kerak. Bo'lgan joyda nimagadir boshqacha bo'lyapti. Odam ajratishdan charchadim. Man tayanib shu qiyinchilik bilan yuraman-da. Nahotki mani boshqa odamlar to'g'ri qabul qilmaydi. Shunday